Hello baxlasizlar bilan men Uzbloq TV. Bugun biz challenge'li joyda yashab qolishimiz, ya'ni challenge'lardan o'tishimiz kerak har xil. Hammasini o'zim qilib chiqaman. Shuncha mehnat uchun like bosib qo'yishni unutmanglar. Obuna ham. Welcome. Xush kelibsiz. Yo'da nima bor ekan? Nimadirlar deyilgan ekan. Qayerga borsak bo'ladi? Qaramiz, bu nima ekan? Hammasini bosib ko'ring. Levellar. Mana boshlandi ana. Mana shu narsani bosib kelmayapti-da. Yo'q. Qop-qorong'i bo'lib qoldi. Qanday o'taman endi bu odam men? Hazlashdim, o'zim qurmaganman bular birontasini. Qayerdaman men endi? Hammasini mod bilan qurilgan hamma narsa. O ana yorug'ladi. Mashaqqat tushaman-da shekilli. To'g'rimi? Tushdik endi. Suv ko'rinmasa, qiziq. Vah. O'lib ketadi. Hal nimaga jonim ketmay bilaman. Bog' nima ekan? Boramiz. Va barrier bor ekan. Hammasi mod men qurmaganman, hazlashganman. Agar video yoqqan bo'lsa, obuna va like bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Axir hozir 77 ta, 76 tamiz. Yo'q. Asta qadam bosib yurishimiz kerak. Nima bu endi? Bog'da barrier bor ekan. Qaytamiz. Bog'da joy yo'q-ku. Nimaga o'tkazmadi nariyada meni? Aylanib o'tishim kerak. Aylanib o'tishim kerak ekanda. Men eshikni ko'rdim. Aytdim-ku, eshikni ko'rdim menda. Uni haligi joy qani? O'shadan qayta. Endi boshqa bosqichga boshqa bosqich tanlayman-da endi. Bunisiga kiramiz. Xaver kalit topishimiz kerak ekan. Yo'q. Ochilmaydi tepadagilar. Nimaga qo'yib qo'ygan? Yo'q, kalit. Birontasini kalit yo'q. Sizlar ko'rdilaringmi? Ko'rmayapman-ku birontasini kalit. Mana ikki o'lib ketgan. O'zimda kerak bo'lib qolishi mumkin-da. Shunisi bo'lmaydi. Yo'q, hech narsani sindirib bo'lmaydigan holga kelib qolibmiz.
Ko'yibmi men ishlasam. Og'ridi-ku. Nima bu endi? Ha, endi tushundim. Redstone'da borish kerak ekan. Tepaga ko'tarish kerak. Noto'g'ri ketdi-ku nimadir. Nimadir neto ketdi-da shahida. Bag'don tepasiga manta edi. Bag'don olib bordim. Bunisini bu yoqqa keldi. Buni bu yoqqa itardim. Katta bu neto. Nimadir neto. Nimagadir bo'lmadi. Ha, mana pastda bor ekan-ku, hozir shu bo'lmadi. Malladis. Yopilib qoldi eshik. Qaytmaydi endi, qaytmaydi deb. To'g'risini topish kerak. Nimadir ochildimi? Hech narsa ochilmadi bag'da endi. Zo'r narsa o'rgataymi? Sindirib bo'lmaydi ketgach. Oxirgi bosqich ekanda shuni ochishim kerak edi. Nimadir qilyapti-da bular. Eng yaxshi yo'l ana unaqa qilish ekan. To'g'ri topganman-da, to'g'ri topganman, lekin redstone signali bilan baribir ochilmadi mana eshik. O'zim ochishga majbur bo'ldim. Spamga qaytaradi bu esa. Biz esa yana qayta boshqa bosqichga o'tamiz endi. Parkur. Shunday boshdan xato. Parkurlarni yoqtirmayman-da shunday. Sindirsam bo'lar ekan-ku. Lekin sindirmasdan o'ynayman. Yo'q, badalga tushib ketdim. Nimaga tushib ketaman, nimaga? Yana tushib ketdim men.
Ommayo. So'nggi urinish va yana xato. Mana yana bitta yana xato chiqdi. Ha, o'lgur. Mana o'tib oldim, lekin qanaqa qilish deb so'ramanglar. O'tdimi bo'ldi. Bog'da nima qilish kerak ekan endi? Ada kaktusli joy ekan. Level 20 keldim уже. Shu managa tushish kerak-da birinchi. Barrier bor ekan. Aldolmaysan degan ekanda bular ham. Mayda barrier bor ekan. Hoppale baqasak, ba'da barrier bormi bog'da ham? Ana. Ustiga chiqa oldim. Anaqa sakrash kerak ekan, tim bo'li. Boshqa joyga sakrab bo'lmas ekan. Faqat kaktus. 4 ta bloga. Endi to'g'ri joylashdi. Noto'g'ri joylashtirishuvdi. Men to'g'ri joylashtirdim. Va nihoyat o'tib bo'lay deb qoldim. Ozgina qoldi. Yo'q, oxirgi kelganda. Endi chidamayman. Mana bo'ldi nima? Kim o'tmasin degandim naq qilib. Chiqish qoidada yozilmagan unaqa o'tmasin deb deyilgan joyi yo'q. O'taveraman. Yo'q. Padaringlarni tushib ketdim. Qayerda paydo bo'laman endi? Checkpoint'im qo'yar ekanman. Juda sakrashim kerak ekan, juda. Mayli, hozirchalikka o'tib turaylik, keyin obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Biz tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Nima endi jurmay qoldi bu tentak. Mana nihoyat o'tib oldim o'lgur. Mana yana boshlandi. Xuloslar nima o'tib bo'lmayapti? Qayerga sakrash kerak? Qayerga aytinglar menga? To'g'ri sakrayapman-ku. Mana bundan ham o'tdim, o'lgur. Endi shuni o'tolmasam uyat deb turuvdim ha. Qanday qilib o'tolmaslik mumkin buni? Mana yana keldim shaq. Men buni o'tish yo'lini topdim-da, to'xtamasdan yutish kerak ekan. To'xtamasdan yutsa o'tib bo'lar. Mana. Boss parkour deb qo'yibdi, level 4. Qiyin parkourmi? Juda qiyin ekan. Yo'q, o'tmay, unaqa qilmaymiz.
O'tib ko'raylikchi bir agar asab buzilib ketsa keyin shunaqa qilamiz. Yo'q, chiqib ketdim. Mana undan ham o'tib oldik. Nihoyat. Bunga sakrasam bunga ekan. Albatta bunga-da. Barrier qo'yib qo'yishgan qaranglar. Ifloslarni nimaga barrier qo'yib qo'yishgan? O'tolmasligim uchun atelibdan qo'yishganmi? Ko'rdilarmi, o'zlari qilishdi, men qilganim yo'q. Itlar mana yoqqa barrier qo'yib qo'ygan ekan, ana hozir ko'rsataman. Taxta qo'ydim atelibdan. Ko'rsatish uchun qarang. Mana sakrab bo'lmaydi, barrier qo'yilgan. Aytgandim-ku men boshida parkurlarni yomon ko'raman, parkurlarni. Qishloqqa bu yoqdan ham o'tol. Muncha sizlarda ham o'zimda ham iz bor. Mana bundan ham o'tdim, kerak bo'lsa o'lib ketgur. Bu hayrat o'toldim. Xullas hamma bosqichdan o'tdik shekilli. Ochilchi. Parkur ekan birinchi, ikkinchi challenge, uchinchisi puzzle, ya'ni bosh qotirma. Men uchalasini o'tdim. Menga bitta tugma bor edi, o'shan bosish kerak. Sen qiz, ya'ni men kreativ qildi. Oldin shuni kirsam bo'lar ekan-ku. Kreativda aylanib yurardim. Rahmat o'ynaganingiz uchun dedi shekil. Tekis joyda o'ynagan ekanman-da aytdim. Tomosha uchun hammaga atdishi rahmat. Sizlar bilan o'zbekda bo'ldi. Obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Shuncha mehnat uchun, Maniyatdagi azobli parkurlar uchun like bosib qo'yishni unutmanglar. Maniyatdagi azobli, juda qiyin bo'lgan